Ukamiz bo'yni qotib kelganlar. Nasılsın abi? Hiç iyi değil. Hiç iyi değilsin. Sağlık yapalım. Kardeşimiz, Türkiye'li kardeşimiz Taşkent'te çalışıyor. Şu anda meriden terapi yapıyoruz. Kaslarını gevşetiyoruz böyle. Hem de kaslar gevşiyor hem de manuel terapi için hazırlık yapıyoruz. Altı yapımı yani. Bu meriden terapi. Hem de bellariga, bo'yinlariga. Bo'yin qotib qolgan edi. Keyin hozir qotib olmabmiz-da. Geldiğin zaman çekseydik değil mi videoyu? Ben düşmezdim. Kaldım. Durum nasıl? Beşerimi gösterdim ben. Yüzünü göstermeyeceğiz abi. Oy. Nasılsın? O bir taraf. Sağ omuzlarını çalış. Ön yelkasiga. Ön yelkasiga çalış. Maşallah. Hop. Hozir endi qish qilichini yalang'ochlab turibdi. Bu yoq sovuq tushyapti. Bundan buyog'iga endi bunda позвоночный грижа, ya'ni bel, umurtqa churrasi va hokazo kasallar bo'ladigan bo'lsa, endi qo'zg'aydigan davrlar kelyapti. Mana hijomat zuluklarni vaqti kelib qoldi. Zuluk masalan yozgi kunlarda zuluk olingandan keyin bir muddat, ya'ni hatto bir 2-3 sutkagacha o'sha yarani o'rni bitmasdan qon oqib tursa, hozir mana sovuq tushgandan keyin qon quyuqlashadi, bilasizlar. Tez to'xtaydi yana. Juda ham hozir vaqti keldi. Ya'ni zuluk qo'ydirishdi, hijoma qildirishdi, juda ham hozir vaqti. Zulukda bilasizlar bir qancha inson organizmiga kerakli bo'lgan fermentlar bor. Eng muhimi qonni suyultiradigan geparin moddasi bor. Ustiga ustak hozir ayni vaqtda hijomadan skidka bo'lib ketdi. 950 ming muolaja, ya'ni hop body masaj, vakuumli masaj, hijoma 10 ta banka qo'yiladi. Undan keyin manualniy terapiya, ya'ni 4 tasi bir degan aksiya bo'lyapti. Kelinglar, bahramand bo'linglar, oshna-og'aylarga tarqatib qo'yinglar. Hamma bunaqa aksiyalardan bahramand bo'lsin. Xursand bo'lamiz, kelsangiz, Xudo xolasa.